Rumayso radhiyallohu anha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga jannatda Abu Talhaning ayoli Rumayso ko'rsatildi dedilar. Jannati ekanligi bashorat berilgan Madinalik ansoriya. Kunyasi Sulaym. Assalomu alaykum. Muqaddas Ramazon oyida shonli tariximizdagi ayollar bilan tanishda davom etamiz. Rasululloh alayhissalomning da'vatlari Madina-i Munavvaraga yetganda Rumayso ismli ayol birinchilardan bo'lib iymonga kelgan edi. U ayol Hazrat qabilasining Banu Najjor urug'idan bo'lib, bu urug'ning payg'ambar alayhissalomga ona tarafdan qarindoshchilik rishtalari bor edi. Rumayso dastlab Madinalik Molik ibn Nazir degan kishi bilan turmush qurgan. Bu turmushlaridan payg'ambarimizga ham xodimlik, ham boqma farzandlik, ham shogirdlik qilish baxtiga musharraf bo'lgan eng uzoq umr ko'rgan mashhur sahoba Anas ibn Molik radhiyallohu anhu dunyoga kelgan. Rumaysoning eri esa islomga kirmadi. Shunda bu ayol eri Molik ibn Nazirga islomni taklif qilganida, u xotinidan qattiq g'azablandi. Oilasini tashlab Shom yerlariga ketdi va ko'p o'tmay o'sha yerda vafot etdi. Erining vafotidan so'ng Rumayso radhiyallohu anhoga og'ir kunlar boshlandi. Chunki endi oila tashvishi va farzandining nafaqasi ayol boshi bilan o'ziga qolgandi. Rumayso o'g'lim Anas ulg'ayib, balog'atga yetmaguncha turmushga chiqmayman deya ahd qildi. Chunki agar turmushga chiqsam, o'gay ota o'g'limning tarbiyasiga e'tibor bermasligi mumkin degan andishasi bor edi. Rumayso juda kambag'allashib, bir dona bolasini ham boqishga oshina olmay qoldi. Rumaysoning aybi eriga islomni ilinganimidi. Hozir ham shunday erlar bor. Farzandlarini tug'dirib, ularni xotiniga tashlab, yillab yo'q bo'lib ketadi. Bunday erkak o'lgan u ammo ko'milmay qolgan odam hisoblanadi. Ular jamiyatning past odamlari. Ular erkaklar qatorida biror obro'ga ega bo'lmagan kishilardir. Ular nikohdagi ahdlarga xiyonat qilgan xoinlardir. Alloh unga taqdir qilib bergan taqdirdan qochib yurgan qo'rqoqlardir. Ayollarimiz, islom sizni boshi uzra e'zozlaydi. Erkak kishiga yuklatilgan og'ir mas'uliyatlarning ko'pidan shariat sizni ozod qildi. Chunki ojizasiz, zaifasiz, nozik xilqat sohibasiz. Shunday ekan, eringiz oldida siz ham o'rningizni biling. Tog' oldida turganingizda uni o'rnidan qo'zg'ataman demang. Tog' u. Qancha chiranmang, oqibatda o'zingiz halok bo'lasiz. Xullas, qiyin bo'lsa ham Rumayso radhiyallohu anha yagona farzandiga chiroyli odob berib tarbiyaladi. Uning murg'ak qalbiga islom dini ta'limotlarini go'zal tarzda qo'yib borardi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganlarida barcha madinalik ansoriy ayollar Rasulullohga har xil sovg'a-salomlar bilan chiqishdi. Rumaysoda esa hech narsa yo'q edi. O'g'ilchasi Anasni olib borib u zotga: "Yo Rasululloh, Madinalik ayol va erkaklar sizga sovg'alar, turli xil tuhfalar bilan kelishmoqda. Menda esa hech narsa yo'q. Men bu narsaga qodir emasman. Biroq mana bu o'g'limni sizning xizmatingizga olib keldim. O'g'lim sizga ham o'g'il, ham xodim, ham shogird bo'lsin. Ma'qul kelganicha xizmatingizni qilsin" dedi. Shunda Rasululloh hadiyalar ichidagi eng go'zal hadiya mana shu bo'ldi dedilar. Chunki u zot alayhissalom bolalarni juda yaxshi ko'rardilar. Anas ibn Molik radhiyallohu anhu aytadi: "Men Rasulullohga 10 yil xizmat qildim. U zot meni biror marta urmadi, so'kmadi, koyimadi. Hatto biror marta qovoqlarini solib ham qaramadilar." O'sha yillarda hali islomga kirmagan boy kishilardan bo'lgan Abu Talha Rumaysoga sovchi qo'yib, "O'g'ling Anas katta bo'lib qoldi. Seni esa umring xazon bo'lyapti" deya nikoh taklif qildi. Rumayso radhiyallohu anha unga: "Ey Abu Talha, men siz bilan turmush qurardim. Chunki siz nasabi toza, obro'li kishisiz. Ammo afsuski, siz bilan mening o'rtamizni to'sib turadigan bir narsa bor. Usiz hech bir maqsadlar ro'yobga chiqmaydi" dedi. "Bu nima?" deb so'radi Abu Talha. "Siz mushriksiz. Men muslimaman. Meni sizga turmushga chiqishim joiz emas" deb javob qildi. Shunda Abu Talha: "Bu qanday ham noloyiq gap, ey Rumayso. Mening oltin kumushlarim qayoqda-yu, sen aytayotgan bu gaping qayoqda? Nimalar deyotganingni o'ylab ko'r" dedi. Rumayso jiddiy turib: "Menga oltin ham, kumush ham kerak emas. Siz na eshitadigan va na ko'radigan, na biror hojatingizni ravo etadigan narsaga ibodat qilasiz. Ey Abu Talha, mana shu aqlingiz bilan yog'ochga ibodat qilishdan uyalmaysizmi? Agar siz islomni qabul etsangiz, ana shu nikoh uchun oladigan mahrim bo'lsin. Menga boshqa narsa kerak emas" dedi. Ya'ni musulmon bo'lsangiz, islomingiz menga mahr bo'ladi.
Odatda arab ayollari o'zlari uchun tayyorlanadigan sarpolarga, mahriga beriladigan oltin va kumushlarga, taqinchoqlarga jiddiy e'tibor berishardi. Xuddi bizning ayollarimizdek. Ammo qalbi iymon nuri ila to'lib toshgan buyuk sahobiya Rumayso bu borada ayol zotiga go'zal ibrat qoldirdiki, mazkur holat to qiyomatga qadar islom olamida o'chmas oltin satrlarda bitilgan tarixga aylandi. Rumayso o'zining kelinlik uchun mahr sifatida olinadigan boyliklarini o'zga bir insonning iymoni uchun qurbon qilishi Abu Talhaning vujudiga titroq soldi. Shunda Abu Talha mening islomimga kim guvoh bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "U kishiga borib ayting", dedi Rumayso. Shunday qilib Abu Talha payg'ambar huzuriga bordi, musulmon bo'ldi. U zotga Rumayso so'zlarini aytdi. Shu vaqtning o'zidayoq o'sha shartga muvofiq Abu Talha bilan Rumaysoning nikohlari o'qildi. Rumayso radhiyallohu anha Abu Talha bilan baxtli va saodatli hayot kechira boshladi. Bu borada Alloh azza va jalla u ikkisiga ko'z quvonchi va dil sevinchi bo'lgan o'g'il farzand ato etdi. Abu Talha o'g'liga shu qadar mehr qo'ydiki, uni hech kimga ishonmas, hayotini usiz tasavvur ham qila olmasdi. Bir payt o'g'ilchasi to'satdan kasallikka chalindi. Bu hol Abu Talhani sankiratib qo'ydi. U ko'chada o'z ishlari bilan yurar ekan, uyga kelgan zahoti o'g'lining holidan xabar olardi. Shu zaylda davom etayotgan kunlarning birida ajal bu ma'sum go'dakni ularning bag'ridan yulib oldi. Ana shu vaqtda Abu Talha payg'ambar alayhissalom bilan safarda edi. Sho'rliq onaizor ko'zining oq va qorasi, yuragining bir parchasini yo'qotdi. Hammaga ma'lumki, bunday vaqtda onalar alamga bardosh bera olmay dod va faryod soladilar. O'zlarini ko'tarib uradilar. Ammo Rumayso radhiyallohu anha shunday alamli onlarda ham butun ayollarga dars va namuna bo'ladigan go'zal sabr sohibasi ekanligini ko'rsatdi. Hali jannat hidi ketmagan go'dakning yuzlaridan to'yib o'pdi. Keyin uni yuvib kafanladi. Xushbo'y narsalar sepdi. Shu payt Rumaysoning ko'zi bolaning guldek yuziga tushib qoldi. Onalik mehri jo'shib ketdi. Chidolmadi. Ko'zlaridan achchiq yoshlar to'kila boshladi. Mehribon otasi, sevikli kuyovi Abu Talha kelishidan oldin bolaning ustiga choyshab yopib qo'ydi. So'ngra o'g'li Anas radhiyallohu anhu ga ukasining vafoti haqida otasiga hech narsa demasligini tayinlab, Abu Talhani kelishini kutdi. Abu Talha kelishi bilan o'g'lining ahvolini so'radi. Rumayso: "O'g'ilchamiz uxlab qoldi. Xudodan so'raymanki, shoyat shu uyqusi rohatli bo'lsa", deya g'amli ko'zlarini yashirdi. Abu Talha xotinining bu javobidan bola sog'ayib qolibdi deb gumon qildi. O'sha kuni Abu Talha roza tutgandi. Ayoli bilan birgalashib iftor qilishdi. Tun kirdi. Hech narsadan bexabar Abu Talha ayolini erkilab, "Bu kechada meni xursand qil ey Rumayso", dedi. Shunda ham bu sabrli soliha ayol mahzunligini bildirmadi. Xushbo'ylangan va ziynatlangan holda erining yoniga kirdi va kechani birga o'tkazishdi. Tong otgach, eri masjidga otlanar ekan, Rumayso asta-sekin gap boshladi. "Ey Abu Talha, agar bir kishi birovdan omonat olsa, so'ng uni egasiga qaytarmaslikka haqqi bormi?" deb so'radi. "Albatta yo'q. Omonat egasiga qaytariladi. Bermayman deyishga aslo haqqi yo'q", deya javob berdi eri. Rumayso maqsadga o'tib, Alloh azza va jalla bizga omonat o'g'il bergan edi. Endi esa ana shu omonatni qaytarib oldi, dedi. Abu Talha: "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un", dedi. Boshqa hech qanday so'z ayta olmadi. Qandayin ham so'z ayta olsin. Chiqib to'g'ri payg'ambar alayhisalom huzurlariga bordi. Namoz o'qidi va kecha shomda o'g'li vafot etgani, o'zi esa kechani ayoli bilan o'tkazganini aytdi. Shunda Rasululloh Abu Talhani yupatib, "Parvardigoro, ularning bu kechasini barokatli qilgin", deb duo qildi. Ushbu duoga osmon eshiklari ochildi. Jannat rayhoni bo'lmish go'daklarini yo'qotgan bu xotinga mehribonlardan-da mehribon bo'lmish Robbul alamin Abdulloh ibn Abu Talhani ato etdi. Bilasizmi? Abdulloh esa 9 ta farzand ko'rdi. Bularning barchasi hofiz Qur'on bo'ldi. Bulardan to'ng'ich o'g'li Ishoq ibn Abu Talha buyuk faqih darajasiga yetishdi. Barchasiga sabab onaning go'zal sabri, eriga itoati va musibatga sabrli bo'lishi hamda payg'ambarning duosi edi. Ona yurtlarimizni yer yuziga tanitgan Ismoil Buxoriy, Termiziy, Nasafiy, Zamaxshariy, Marg'iloniy, Farg'oniy kabi zurriyotlarni dunyoga keltirganlar ham mana shu kabi mo'tabar onalardir. Mahriga erining islomini olib, bitta o'g'lining evaziga 9 ta Qur'on hofizini qabul qilib olgan. Jannatda oyoqlarining tovushi eshitilgan buyuk onalardan biri Rumayso, Ummu Sulaym radhiyallohu anha.
ummat ayollarin faxr bo'ldingiz. Madina siz bilan anaslik bo'ldi. Ajib edingiz-u Molik bilmadi Abu Talha sevgan jannatiy ayol. Jannatda islarin Rasulim ko'rgan Anasni sovg'aga ilingan hamsiz. Habibim xizmatin sharaf deb bilgan izlariga mushtoq jannatiy ayol. Abu Talhani ham lol qoldirgan siz. Unga iymonini ilingan qalbingiz, sabrda mumtozlikni olgan o'rningiz Allohga bog'langan jannatiy ayol. Alloh bizlarni ham mumtoz sanasin. Buxoriy onasidek xizmatni bersin. Rasulimga Anasni bergan qalbingiz, sabrda o'rnaksiz jannatiy ayol.